Assalomu alaykum matematiklar. Sizlar bilan bugun darajali tenglamalar mavzusini davom ettiramiz. Qavs ichida 81 bo'lingan 3 darajada x barobar 243. Birinchi qavs ichini bajarib olamiz. 81 ni bo'lamiz 3 ga 27 darajada x barobar 243. Yoyib yozamiz endi. 3 ta 3 ni bir-biriga ko'paytirsak 27 va darajasiga x ni yozib qo'yamiz. Barobar 5 ta 3 ni bir-biriga ko'paytirsak 243 ni beradi. Daraja shaklida yozamiz. 3 ning 3x-inchisi barobar 3 ning 5-inchisi, ya'ni 3 ning darajasida 5. Asoslari bir xil bo'lganligi uchun asoslar tushib qoladi. 3x teng 5 ga x ga ko'paytirilgan son barobar bu yog'iga o'tganda bo'lish bo'lib o'tadi. 5 bo'lingan 3 ga teng x'imiz. Qiyin mavzularga kelgan bo'lsangiz va ularni ishlamayotgan bo'lsangiz, bu siz hamma narsani eplolmaysiz, tushunmaysiz, qilolmaysiz degani emas. Albatta yo'lingizda davom eting.